Assalomu alaykum. Bizni uzoqdan yaqindan kuzatib borib turgan aziz obunachilar, navbatdagi darvozamizni qurib o'rnashtirib oldik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Kattaboybo'cha qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Darvozamiz sizlarga bir qator materiallarni tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz fasonlari bir qavatli riflonkelishdan bo'ldi, bir arkali. Stoykalarimiz 6 ga 8 ikkilik stena bo'ldi. Rama profillarimiz 6 ga 4 1.7 stena qalinlikda bo'ldi. Listlarimiz ikkilik qora kuydirilgan qalin listda bo'ldi. Taglari shviller, tepalari 8 ga 4. Zamoklarimiz har doimgidek zubur zamokda yaxshidan qo'yib berdik. Kraskalarimizga keladigan bo'lsak, taglariga Gruntov Grand tekstlarni sepib, xudo xolasa ancha yil xizmat qiladigan qilib tayyorlab berdik. Orqa holatini ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz orqa holati tekis, shu ko'rinishda bo'ladi. Zatorlarimiz tashqi. Kimga ichki zator kerak bo'lsa, ichkiga ham qo'yib beramiz. Zakaslarga binoan sharnirlarimiz pachinnikli sharnirdan qo'yib berdik. Xudo xolasa ochilib yopilishda qiyinchilik bo'lmaydi. Stiklarimizni chiroyli qilib yopganmiz. Svarkalar bilinmaydi. Zamoklarimiz ochilib yopilishlari xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Darvozamiz razmerlari eniga 3 metr, balandligi 3.30 razmerda bo'ldi. 1 kvadratni 920 ming so'mdan tayyorlab berdik. Jami summasi 9.200 ming so'mga dastavka albamu kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Qolishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosishni unutmaysizlar azizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.